Mash qizi mahallangni ko'p ko'rganmi? Kim bu? Qo'shnimizning qizi. Turmush o'xshamagandan keyin qaytib keldi. Eri yo'q degan. Qo'yavering, o'zim to'lab olaman. Yo'q, rahmat. Mayli. Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? Sizga gapim bor edi. Mahallada g'alati emasmi? Sizni ham surishtirdim. Hayotingiz o'xshamagan ekan. Hammanda ham shu holat. Keling, agar nomeringizni bersangiz, balki baxtli bo'lib ketarmiz. Keling, bu mahallada agar iloji bo'lsa, biror kun etib-etga ko'rishib olarmiz. Mayli, men ketdim. Agar noto'g'ri tushunmasangiz, bir-birimizni ozgincha yaqinroqdan bilib olsak. Nimadirdan muammoyingiz, kamchiligingiz bo'lsa, menga bemalol aytsangiz bo'ladi. Alo, qattasiz? Ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Aha, xo'p. Sizga yengilligim bor. Men homiladorman.